Assalomu alaykum aziz tumandoshlar. Qarolbozor tuman gaz ta'minoti korxonasi tomonidan tuman aholisiga bir maromda tabiiy gazni yetkazib berish uchun tizimli ishlar olib borildi. Ta'kidlash lozim, tumandagi qarib 5,5 mingga yaqin iste'molchilar gaz bilan ta'minlanadi. Ulardan 5300 dan ortig'i aholi iste'molchilari bo'lib, 150 ga yaqin esa ulgurji iste'molchilaridir. Nafaqat mavsumda, balki yil 12 oy muammosiz gazni yetkazib berish jarayonlarining samarali tashkil etilishiga alohida e'tibor berib kelyapmiz. Xususan, joriy yilning dastlabki oyidan boshlab tumandagi 2 kilometr gaz quvuri rekonstruksiya qilindi. Qarib 45 kilometrga yaqin holatlari tekshirildi. 26 kilometrdan ortiq gaz quvuri esa estetik jihatdan tartibga keltirilib, bo'yoqlandi. 9 ta gaz taqsimlash punktlarimiz mukammal ta'mirlandi. Shuningdek, iste'molchilarga olib borilgan targ'ibotlar davomida xonadonlarga energiya tejamkor gaz jihozlari ham o'rnatilmoqda. Bu kabi ishlardan asosiy maqsad iste'molchilarga o'z vaqtida uzluksiz tabiiy gazni yetkazib berish bilan bir qatorda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishdir hamda xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir. Havo harorati ham sekin-astalik bilan tushmoqda. Gaz ta'minoti bo'limimiz tomonidan ayni shunday mavsum davrida har bir ishga mas'uliyat bilan yondashib kelyapmiz. Qish mavsumida gaz quvurlaridan avariya holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shunday vaziyatda bu kabi holatlarni tezkorlik bilan